Mana akalar, hozir sizlar bilan meni birinchi proyektimni ko'rib chiqamiz akalar. Bu uncha skuterlardan kuchli bo'lgan skuter akalar. Hop. Akkumulyatorlar akalar 7 talik. Mana buni zaryadnigi bor, bu alohida zakaz qilingan akalar. Mana 84 volt, 20 amperlik zaryadnik. Mana yozuvlari. Ile 7 ta akkumulyator akalar. Bunda hozir 1,5 kilovatli miya, 1,5 kilovatli motor turibdi akalar. Kablar ko'rasizlar. Bu skuterimiz anchadan beri qolib ketdi bitta joyda, minilgan yo'q. Signali ham hali ham turibdi ekan. Hozir yoqib ko'ramiz, yuramiz. Yoniya. Mana akalar. Bu yomon skuter bu. Mana akalar olib keldik hozir. Tablomiz yonib turibdi. Hozir hovlini kovlaymiz ekanda. Mana bosdik bo'lmasa. Ko'ryapsizlarmi akalar? Quvvatini. Qaranglar. Akalar. Tutab ketyapti bu. Nima bor bu yerda? Mana akalar quvvatli mana shunaqa bu skuterimiz 70 tezlikgacha bemalol chiqaveradi akalar. Bu bizning birinchi proyektimiz bo'ladi. Xo'p, bunga gideta, xo'p, motor akkumulyatorlari bilan miyalar bilan 4 millioncha pul ketgan akalar. Yaxshi sostanada. Yana skuterlarimiz mana shunaqa 70 ga chiqadigan qilib, mana shunaqa soatlar qilib beradigan qilib beraveramiz. Videoga like bosib, kommentariy yozib ketinglar akalar.